rivoyatni boshladim, nos chekishni tashladim. Bahorda ochlar o't, qo'shiqni o'tkazgan tut. 8-mart edi onajonlar bayrami. Bu bayramda men ahmoq onamni o'ylamaman, chechamni o'ylamaman, ochamni o'ylamaman, enamni o'ylamaman, abchamni o'ylamaman. Munday o'ylab qarasam hech kimni o'ylamaman. Kompot bo'lib men ahmoq bir qizni o'ylab faqat. Qizni labi botekis, figurasi notekis. Nima deydi bu ahmoq, yeymizmi deydi kekis. Menga kekis kerakmas, menga kekis kerakmas, menga kekis kerakmas. Buni tushundik. Keyin nima bo'ldi? 8-mart edi, kech soat 10lar edi. Bolar bilan toqqa chiqib